Bugun biz millatimizning faxri, iftixori, ona tilimiz bayramining 36 yilligini nishonlamoqdamiz. Bu til ajdodlarimizning ruhi, vatanimizning ovozi, yuragimizning eng nozik torlarini chertuvchi bebaho merosdir. Alla bo'lib quloqimga kirgan tilim, g'azal bo'lib sabog'ingga ingan tilim, kullab yashnab ko'z-ko'z etding jamolingni, dilim yayrar, ko'rib yuksak kamolingni. Ona tilimiz, o'zligimiz, millatimizning g'ururi, tariximiz va madaniyatimizning yorqin ko'zgusidir. Har bir so'zi, har bir ohangi yurakdan joy olgan, mehr va ma'noga boy. Bu tilni ardoqlash barchamizning muqaddas burchimizdir. Seni asrab ardoqlayib shirin so'zlar. Xazinangga yo'l axtargumdirlar izlab. Ona tilim, go'zal tilim, jon tilim, har lutfida bir siri bor xom tilim. Keling azizlar, o'zbek tilining jozibasini, sofligini va go'zalligini birgalikda asraylik. Unga mehr beraylik. Uni kelajak avlodga mehr bilan o'rgataylik. Chunki til xalqning ruhi, millatning umridir.